hammasi jonimga tegdi. Sizga tegib nima ko'rdim o'zi? Pulim bor payti tillaga ko'milgan eding. Ko'ngling tusagan narsani yeding, bormagan davlating qolmadi. Endi ishim ozgina orqaga ketib, keraksiz bo'lib qoldimmi? Hozir nimangiz bor? Ahvolingizni qarang. 3 marta chet elga borganini bir umr gapiradi endi. Xotin. Tushunaman, ukamsan, lekin men ham oilam, bola chaqam bor. Pachka pul topgan paytim sizdan hech narsani ayamaganman, aka. Hozir qarzga kirib qolgan bo'lsam, qayerdan yangi uy olib beraman? Bunaqasi ketmaydi. Ota uyda meni ham haqqim bormi? Yangi uy olib beraman deganing inglamadim. Bo'lmasam uyni o'rtasidan devor tortib, haqqimni olaman. Aka, voy dada, Asadbekning dadasi belgi olib beribdi, menga ham olib bering. bolam ozgina sabr qil, qo'limga pul tushishi bilan olib beraman. Qardosh shunaqa deysiz, sizdan ko'ra Asadbekning dadasi yaxshi. Shunaqa degan. Shunga ozgina qarz so'rab chiquvdim. O'zi qarzga botib yotibsan. Senga ehson qo'radigan pulim yo'q. Sendan ehson so'rab chiqmadim. Ishim yaxshi payt yonimda bo'lgansan. Qiyomatli do'stingman degansan. Ha, u paytlar o'tdi ketdi. Odam realist bo'lish kerak. Bo'pti, ishlarim bor edi. Bolam, yaxshimisan? Onajon, O'sib qolsan. Sen yaxshi ko'radigan palovni qilib beraymi? Ko'p siqilma bolam. Bezovta bo'laman. onaginam. Pulim bo'lmasa hech kimga kerak emas ekanman. Unaqa dema bolam. Men seni har qanaqa holatda yaxshi ko'raman. Sen meni har doim yuragimdasan. Onajonim o'zim. Dilimni og'ritdi dilimdagilar. Onama. Bu dunyodagi chin boyligim ham, barakam ham siz ekansiz. Hamma meni boyligim uchun yaxshi ko'rsa, bitta siz borligim uchun yaxshi ko'rardingiz. Hammani ichida bo'lar zo'r, vaqtincha omadi kelganda, yonida kim qolar qarab ko'r, yigitga yo'qchilik kelganda.